Короче, $4750 Lacetti ko'rsataman sizlar uchun. Mana shu arzon narxda, kamchiliklari yo'q, avtomat korobka. Albatta, mashinani yoqsa like bosib obuna bo'lasizlar. Pultlargacha bor. Avtomat korobka 2 li motorda, 3-pozitsiya diskalarda, balonlari ham mana shu zo'r holatda turibdi. Mashinani ko'rishlaring mumkin, zo'r. Kamchiligi yo'q. Prosta mashinani yuzaki asfalt qilib yuborishdi. Yili 2005 pas yili, lekin o'sha haliga chaqa-chuqasiga asfalt qilishgan. Holati va shu zo'r holatda turibdi. Kechasida ham haliga yarqirab, polirovka qilingani bilinib turibdi. Mashina holati va shu zo'r. Albatta, mashinani yoqsa like bosib obuna bo'lasizlar. Bunaqa narx tegisini topamasizlar. Aniq $4750 ga avtomat korobka Lacetti. Zapaska balonlargacha turibdi. Bagajlari ham vashi klass. Albatta, eng arzoniga obuna bo'lsanglar, bagajini qarang, chista holatda, 100 tali temir gazlari yangi holatda, zapaskalari bor. Mashinaning kamchiligi yo'q. Orqa tomondan ko'rinishlari ham vashi zo'r. 4750 ga vashi zo'r narx, lekin ichlari ham zo'r, chexollari bor. Yani avtomat korobka, magnitofonlargacha bor. Yaxshi magnitofon bor ekan. Qizig'i, patolo Alicantara bo'lgan mashinani. 450 ming oshiqroq probegda qo'ylargacha bor. Lacetti'da arzondan so'raganlar uchun sizlar uchun maxsus любой dokument qilishadi, generalni xohlagan dokumentlaring bo'ladi. Motor ходовойlar qo'yilgan, korobkalar ham ishi yo'q ekan, короче. Olasiz, minasiz, moyam almashtirmaysiz. 2005 2 li motorda. Eng arzon Namangan kanalida 4750 egalar nomlar Telegram kanalida o'tib olib baraka qilib olasizlar.